YouTube knopkam yonida videoga olaman, mana blogerlarga o'xshab. Agar YouTubedan pul topmoqchiman, o'rganmoqchiman desangiz, niyatingiz jiddiy bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa gapirmasdan 7 yoshdan 70 yoshgacha, 90, 80, 100 yoshgacha agar qo'l-oyog'ingiz xudo xolasa ishlab turib ko'zingiz ko'radigan bo'lsa, zo'r mavzularni topib ssenariysini yozib qo'yganman. O'rganmoqchiman, YouTube ishlatmoqchiman deydigan bo'lsangiz, direktdan yoki ekrandagi nomer orqali aloqaga chiqsangiz, $100 evaziga o'rgataman. Shogirdlikka olaman, $100 evaziga o'rgataman. Men sizni 1 soat ichida YouTube'ga video qo'yish darajasida hamma narsani tushuntirib bera olaman. Aloqaga chiqinglar, maqsadinglar jiddiy bo'lsa. YouTube'dan pul topish vaqti keldi. Bu yog'i qish, bahorgacha ham daj Rossiyaga ketish plan qilgan bo'lsangiz, martgacha ketmaysiz. Agar martgacha o'xshaydigan bo'lsa, qila olsangiz, dakansa O'zbekistonda yuraverasiz. Rossiyada yurib qilsangiz ham bo'ladi, chet davlatda yurib ham qilsangiz bo'ladi. Gapirmaysiz, yuzingiz chiqmaydi, uyalish yo'q, boshqa yo'q. Juda oson yo'llari bor YouTube'dan pul topishni. O'rgataman. Lekin o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. O'sha aytganimdek, to'lov qilganlaringizdan keyin tushuntiraman hammasini. Niyat jiddiy bo'lsa, davay yozinglar.